Savsov nemishqa Gojani bek yoqtirdi, shuningdan emas. Va yoki boshqa mushavirlarni emas. Nemishqa Goja o'lib ketganda Savsov o'zining ot o'lib ketgandimi bekarak azoblandi, bekarak qayg'urib ketdi. Savsovning bosh og'rig'i nadin kelgan bilamsizlar. Biz bu qilgan do'stlar Guanju qilib, yaxshi yurganlarni berib davomlanadi. Savsovning bu bosh og'rig'i asar qarsanglar eng dastlab Dongjoni qashlagan bu vaqtdagi olib kelganlar vaqtida yo'qdi. Kim bu o'z oldiga tug'ut ishlab, o'z oldiga chiqqandan kim paydo bo'lib qoldi? Bu bosh og'rig'i nereden keldi insonlar? Buning osh ko'p mushavirlar tarafidan keldi. Ya'ni bu mushavirlar shunyo, changyo, o bular qanday qildi desanglar, hammasi har bir ishqa nurg'un tadbir, nurg'un tahlil ko'rsatib, hamma savolni savsovga tashlab turdi-ku. Biz aniq qilsak, bu ish manda qo'yib qolishi mumkin. Ma tadbirni qo'llansak, manda qo'yib qolishi mumkin. Lekin buning ustiga qanday qaraylik? Mani qanday qilishimiz kerak? Vochu, bu tadbir, bu savollarning ko'pligidan shuning bilan savsovning bosh og'rig'i qo'zg'almay qanday bo'ladi? Shuning bilan bosh og'rig'i keslik giriftor bo'ldi deyman. Tavcha o'lib ketgan vaqtingizda shu ballig'ini tortib olgan noit yaxshi fursatdi. Boshqa bir fursat ketib qolgan emasmi? Bu qatim noit yaxshi fursat. Biroq bu vaqtida shu cho'ngyo qatorliqlar urushmasa qilamiki, bu shujoni hamda olamiz deb qolsak, Lyubo anda qilsa Liubey manda qilsa, andos manda olib qolamki, Shopiy baliqni yordam qilib qolamki deb to'xtamay har xil yomon tarafdan tahlillarni qilib, savsovni daklik qilyotdi. Biz Shopiy hujum qilib qolsak, Liubo yijog'i tuyuqsiz hujum qilib tortib olsa, u deb qanki savsovni ishkilni tug'a vaqtingizda. Chunki shu cho'ngyo qatorliq bu mushavirlarning digining asosi bor. Shuning uchun ishkilnimatdi bu yerda savsov. Lekin savsov keragi bu gap emas, mushni hal qilishning, mush jangda g'alaba qilishning naq maqsadi keskin tadbiri. Shunami qarar chiqish kerak bu yerda. Hamda savsov yaxshi choranglar yo'qmi desa, hammasi mushtaq savolni tashlab turgan gap. Naq shu vaqtingizda Goja Gofuchani o'ttirg'i chiqib, qo'rqmay hujum qildi. Shujoni Shopiy baliqni chaqmaqsizlikda ola olmaymiz. U Lyubo degan egsiz qolgan ish, undan qo'rqishning qilchi hojat yo'q. U har qancha man bo'lsin, alamgatni o'zlayaman. Bizning qo'shinlarimiz botir sarkartimiz nurg'un. Qo'rqishning hojat yo'q deydi. Shundan bilan savsov nayt xush bo'ldi. Savsovning bosh og'rig'ini Gojaning mash gaplari davolaydi. Hamda kim shu vaqtingizda ham Gojaning bu tadbirlari Lyuboni mag'lub qilib qolmay, shujo Shopiylarni tortib oladi, hatto Jovchanni qo'lga tushirdi. Shuning bilan bu yerga savsov Gojaga ajoyib amr qilib turdi. Yana Yuansha bilan bo'lgan Guandu jangida bularning yana bir ansiraydigan bu mushavirlar yana ko'rsatdi. Bu Yuanshaning qo'shinini aytib, bular bilan jang qilib qolsa uzoq suzildi, anda qildi, manda qildi. Naqmi shu vaqtda yana sunsa oyat vaqt emasmi? Sunsa biz hujum qilib qolsa shu changda tortib olsa qanday qilmaymiz deb sunsadan bu noit ansiraydi. Bu kuchli qo'shin jang qilsa, chuqur Yuansha va sunsaga maktub sundi yoki sunsa o'z qo'shin boshlab kelib shu changda tortib oldi deb. Hamda naqmi shu vaqtingizda yana Goja o'tirib chiqib, xotirjam bo'lsa savbash vazir. Men oqsham yulduzlarni kuzatdim, do'nim qilib baqdim. Bu yer sunsaning umri uzoq qolmabdi. Necha kun qolmay bu yerga sunsa chuqum olamda o'tidi. Xotirjam bo'ladi. Deganidek uzoq qolmaylar sunsaning o'lim xabari yetib keldi. Unda sunsa kim qasligandi? Bilganlar piyonlik beqinglar. Shuning bilan bu yer Goja yana bir qatim ishkirlab, eliqi savsovning 7 ortiqchiligi, Yuanshaning 7 cho'ng kamchiligi deganni shunga o'tirib qo'ymaydi. Asli Goja o'tirib qo'ygan. Goja mashkabni o'tirib qo'ydi. Shundan bu yerga savsov, "Ey Goja, Go'ponshan, yaxshi ko'rmaydi bo'lmasdan, qizalib qolgan bo'lsangiz, Allohimni kutdi." Endi bu savsovning Gojaga yana bir bakarak amroq shunyon bak tanishmanga, undan bak e'tibor olishdi. Yana bir hal qiluvchi sabab bu yerga shunyo Xoqon tarafdori. Bizlarga shunyo savsov qaraganda Xoqonni bakarak yo'laydi. Xan Xoqonliga bakarak sodiq. Biroq Goja savsovga bakarak sodiq. Bo'si savsov elni birlik keltirib Xoqon olib kelsa, Xan Xoqonligini og'dirib, o'z podsho olib kelsa, deydi. Shuning uchun bu yerga savsov Gojani haqiqatan bak yoqtirdi. Biroq bu yerga Goja Yinyan Zavush ömür qisqa kelib 38 yoshida olamda o'tdi. Endi bu qanday vaqtda bu yerga savsov Yuanshaning mag'lub bo'lib, Liubiya o'lib ketgandan keyin Liu Song taslim bo'lib, Jingjonni egallab, turli urushi boshlanib, endi mo'sh jangda g'alaba qilsalar, elni birlik keltirdi. Naq mo'sh vaqtingizda bu yerga Gofungshan o'lib ketdi. Shuning bilan bu yerga savsovmi turli urushda dahshat mag'lub bo'lib qaytib ketdi. Kim bu kelgandan keyin savsov bu yerga mag'lubiyatiga emas, Gojaga yig'laydi. Ey Goja, Gofungshan yana 10 yil hayot bo'lib kelgan bo'lsa, turli urushda mag'lub bo'lmaydi.
jonni birlik keltirib, go'ja nimishqini o'lib ketgansa deb, kechinib qayg'urib yig'labdi. Shuning uchun bizda bu go'ja busi, vulung buchu deydigan bir gap bor, shunami? Shuning bilan bu yer go'ja o'lib ketgandan keyin bu yer Jugulyan, Joyu, Lusu qatorliq bir talay danishmanlar qaytlab bir talay danishmanlar orqa-orqada o'tirib chiqdi. Shunga bizda qanday bir gap bor deb bir yo'l qilinglar. Undan so'ng sizcha bu yer go'ja bilan Jugulyandan qaysi kerak danishman? Benim fikirler bu mazmunning oxirgi qismi bo'lgan do'stlar, Gonjuk va Salkesh bo'janda davomli paranglashsak bo'ladi. Rahmat.